Assalomu alaykum. German tilini o'rgatgan do'stlar, yaxshimisizlar? Bu videoda men sizlarga hozir deganimdek yaxshimisizlar, yaxshimisiz, ahvolingiz qanday deganlarni biz germancha qanday ifodalaymiz, shuni qisqacha tushuntirib o'taman. Shu bir betlam tayyorladim, shuni qarasanglar, o'ng tarafda 100%, 80%, 40% deb persent orqali ifodalaydim. Ya'ni bek yaxshi, o'tiral, ya'ni yomon emas deganga o'xshash, ya'ni qancha persent yaxshilik darajasini bildirdi bu. İşletilgan sübetlerini berdim, yeniga Uyg'urcha ma'nosini berdim, o'qib o'taylamsa. Qanday savol so'raymiz? Ya'ni qizil rangli qarasanglar, eng ustidagi we get as deyo. Qanday ahvoling? Ya'ni we get as deyo. Ya'ni bu get degan gehinni uchinchi ma'lum as uchinchi azi as shakldagi turilinishi bu. Hamda buni hozircha meni tushuntirishning hojati yo'q, faqat mush qiliplashgan ishlatish shakligan deb yodlab olsanglar bo'ldi. We get as dear, ya'ni yaxshimisan, ahvoling qanday deganda mushta deydi ekanmiz deb bilib olinglar. Ham buningga qarta javob ich bin bunda demaydi ekanmiz, ich bin demaydi ekanmiz. Insonlar tutib olinglar. Es geht mir. Es geht mir deb uning keyiniga sifatlarni qo'shimiz. Masalan, es geht mir super. Super ya'ni intayin yaxshi, favqulodda yaxshi demakchi, ya'ni 100% yaxshi, men intayin yaxshi demakchi. Spitze. Es geht mir spitze. Bu mu super bilan o'xshash, ya'ni intayin yaxshi degan gap. Wunderbar. Bu mu intayin payzi, intayin yaxshi degan gap, ya'ni wunderbar. Bu ya'ni 100% yaxshi demakchi. Sehr gut. Bek yaxshi demakchi, ya'ni bu mu 100%, ya'ni bek yaxshi. Sehr gut. Es geht mir sehr gut. Uning keyingi qisqa qarasanglar good. Yaxshi, ya'ni 80%, nachar emas, yaxshi, 80%, ama 100% yaxshi emas demakchi. Good. Es geht mir nicht gut. Yaxshi emas, ya'ni 40%. Mening yaxshilik ahvolimning yaxshi bo'lish yoki yomon bo'lish darajasi 40% demakchi, ha. Keyingi qarasanglar, es geht mir schlecht. Schlecht degan nachar degan gap, ya'ni 20%, ya'ni ahvolim bek bo'sh degan gap, ya'ni. Es geht mir furchtbar. Berbat, nachar, bek bo'sh, ahvolim bek bo'sh, halim yaxshi emas, halim yo'q deganda 0% ni ifodalaydi, ya'ni. Oxir qarasanglar, naja, es geht. Yomon emas. Ya'ni ahvolim bo'sh, yaxshi emas, yomon emas, o'tiral demakchi, ya'ni 50% dedik. Buni qayta bir o'qib chiqaylik. Wie geht es dir? Es geht mir super. Es geht mir spitze. Es geht mir sehr gut. Es geht mir wunderbar. Es geht mir gut. Es geht mir nicht gut. Es geht mir schlecht. Es geht mir furchtbar. Naja, es geht. Amsa bu videom shunchalik bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Auf Wiedersehen.